Dostlar, assalomu alaykum. Bugun Shahin kafesindagi Kamil inimiz bizga vizib tashlabdi. Ne vizib tashlagan қазір barib ko'ramiz. Shahin kafega yo'l tartdik. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Charchamaysizlarmi? Niyatlar qabul bo'lsin. Rahmat, Alloh razı olsun. Ziyat ağa, sizni chaqirgan sebebim o'sha bizning Shahin kafening palovi. O'sini 5 minutda jeb bitirsangiz $100 sizga. Ne deysiz ağa, o'g'an kelisizmi? Kamil inim bu o'ta ulkan plovga 10 shashlik. Endi harakat qilib ko'ramiz endi. Bo'ldi unda ağa, bastaldi. Dostlar, qalay o'ylaysizlar? $100 mаған buyurdimi, yo'qmi?